Assalomu alaykum, EPA kompaniyasining kuzatuvchilari. Bugungi video obzorimiz kanalizatsionning nasosi haqida. Aynan shu nasosning texnik xususiyatlariga to'xtalib o'tsak, ishlash kuchlanishi 220 voltdan 240 voltgacha, quvvat esa 600 watt, ya'ni soatiga 600 watt tok rasvod qiladi. Gorizontal holatda maksimal 100 metrgacha, vertikal holatda esa chiqindi suvlarini tepaga 10 metrgacha itarib bera oladi. Minutiga 240 litrgacha chiqindi suvlarini chiqarib bera oladi. 90 gradusli qaynoq suvga ham chidamli. Issiqlik himoyasi esa 125 Celsius. Nasosimizda zanglamas tig'lar mavjud. Ya'ni drabilka vazifasini bajarishi uchun. Mo'tkasi to'liq mis bilan o'ralgan va kafolat muddati esa 12 oy. Nasosda 3 ta kirish quvuri mavjud. Birinchisi hojatxona uchun 100 mm lik, ikkinchisi rakvina uchun 40 mm lik, uchinchisi dush uchun 40 mm lik va chiqish quvuri esa 40 mm lik. Bu esa qo'lda bo'shatish knopkasi. Ana endi nasosimizni qanday qilib o'rnatish va ishlash davomiyligini uzaytirish haqida to'xtalib o'tsak. Uyingizning podvaliga qo'shimcha hammom va hojatxona qurdirmoqchisiz, lekin sizda muammo tug'ilishi mumkin. Ya'ni pastdagi chiqindi suvlarni tepadagi asosiy kanalizatsiya quvurlariga qanday qilib chiqarib yuborish haqida bosh qotirib yurgan akalarimizga, hamyurtlarimizga EPA kompaniyasi tomonidan sotuvga qo'yilgan FN 400 va FN 600 wattlik nasoslarimizni tavsiya etib qolamiz. Nasosning komplektida har bir quvurlarni yopib qo'yuvchi mana bunday moslamalar mavjud. Bu bizga ortiqchalik qilayotgan kirish quvurini yopib qo'yish imkoniyatini beradi. Nasosdan chiqqan quvurni mana bu holatlarda ulashni tavsiya etamiz. Yana bir eslatma, nasosga ulangan kirish quvurlariga to'kilgan sochlar uchun filtr qo'yishingizni va hojatxona unitazlariga har xil salfetka, iplik mahsulotlarni tashlamasligingizni so'raymiz. Sababi nasos tig'lariga o'ralib qolib, tig'ning aylanishiga to'sqinlik qilishi mumkin va bu nasosning ishlash davomiyligini yanada uzaytiradi. Bugungi video obzorimiz shulardan iborat edi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.